Xo'p, xarid tizimida ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar rejasi, ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlarning asoslari, xarid tizimida imtiyozlarning roli hamda imtiyozlarning samarali boshqarish usullaridan iborat. Endigi navbat kirish qismida, ya'ni xarid tizimida ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular jamiyatdagi turli qatlamlarning hayotini sifatini yaxshilash, iqtisodiy barqarorligini kengaytirishga xizmat qiladi. Ushbu imtiyozlar orqali kam ta'minlangan guruhlar moliyaviy qiyinchiliklarni yengib o'tishda yordam oladilar. Shuningdek, ularning iste'mol imkoniyatlari kengayadi. Natijada, xarid tizimlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar nafaqat individual daromadni oshiradi, balki butun iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga o'zining hissasini qo'shadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p, ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlarning tushunchasi. Ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar bu nima o'zi? Bu jamiyatdagi ma'lum guruh yoki shaxslar uchun yaratilgan, ularni iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladigan maxsus shartlar va afzalliklar yig'indisidir. Ushbu imtiyozlar aholining hayot sifatini oshirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shishga muhim rol o'ynaydi. Chunki ular resurslarning teng taqsimlanishini rag'batlantiradi va zaif qatlamlarning qo'llab-quvvatlanishini ta'minlaydi. Xo'p, ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlarning turlari: soliq imtiyozlari, subsidiya va grantlar, chegirmalar hamda ijtimoiy ta'minot va boshqa ko'maklarga bo'linadi. Xo'p, soliq imtiyozlariga keladigan bo'lsak, bu soliqlarni kamaytirish yoki to'liq bekor qilish shaklidagi iqtisodiy yordamni bildiradi. Subsidiya va grantlarga keladigan bo'lsak, davlat tomonidan muayyan sohalarga yoki guruhlarga beriladigan moliyaviy ko'mak. Chegirmalar bu mahsulotlar yoki xizmatlar narxlarida qo'llaniladigan pasaytirilgan stavka. Ijtimoiy ta'minot va boshqa ko'makka keladigan bo'lsak, bu shakl pensiyalar, nafaqalar va bepul yoki arzon xizmatlar orqali beriladigan yordamlarga kiradi. Xo'p, kambag'allik va uning kamaytirilishi. Ijtimoiy imtiyozlar kambag'allik darajasini pasaytirishga yordam beradi, chunki ular iqtisodiy qiyinchiliklarni yengillashtirib, kam ta'minlangan oilalarga qo'shimcha qo'llab-quvvatlashni taqdim etadi. Ta'lim va salomatlikni yaxshilashga keladigan bo'lsak, ushbu imtiyozlar orqali ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlariga kirish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa aholining umumiy farovonligini oshiradi va kelajakda yanada barqaror jamiyat barpo etishga xizmat qiladi. Ijtimoiy tenglikni oshirish bo'limi bo'lsa, bu ijtimoiy imtiyozlar teng imkoniyatlarni yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ular ijtimoiy qatlamlar orasida farqlarni kamaytirib, jamiyatda adolat va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Iqtisodiy imtiyozlarning rol va vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, iqtisodiy imtiyozlarning bozor iqtisodiyotidagi o'rni. Iqtisodiy imtiyozlar bozor iqtisodiyotidagi samarali ishlashda muhim rol o'ynaydi, chunki ular ishlab chiqarishni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Ishlab chiqarishni rag'batlantirish bo'lsa, imtiyozlari ishlab chiqaruvchilarga qo'shimcha imkoniyatlar yaratib, yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni va xizmat ko'rsatishni oshirishga yordam beradi. Yangi ish o'rinlarini yaratish va investitsiyalarni jalb qilish. Iqtisodiy imtiyozlar yangi ish o'rinlarini tashkil etish hamda investitsiyalarni mamlakatga jalb qilishda asosiy vosita hisoblanadi. Xo'p, ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlarning ta'sir doirasi. Bunda diagrammada ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlarning eng katta ta'siri aholining zaif qatlamlari va asosiy ijtimoiy xizmatlar sohasida kuzatilishini ko'rsatadi. Bandlik va tadbirkorlikka ta'sir ham sezilarli bo'lib, bu imtiyozlar iqtisodiy faollikni oshirishga muhim rol o'ynaydi. Davlat xarajatlari va hududiy rivojlanish ko'rsatkichlariga ta'sir nisbatan barqaror, ammo strategik ahamiyatga ega hisoblanadi. Ijtimoiy va iqtisodiy imtiyozlarning farqlari va o'xshashliklari. Ushbu slaydda ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlarning o'ziga xos farqlari va umumiy jihatlari ko'rsatilib, ularning xarid tizimidagi ahamiyatli qo'llanishlari taqdim etiladi. Xo'p, ijtimoiy imtiyozlar nima? Jamiyatdagi muayyan guruhlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohalarida qo'llaniladi.
adolat va tenglikni ta'minlashga yo'naltirilgan. Ko'proq davlat tomonidan belgilangan vaqtda taqdim etiladi. Ijtimoiy barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi. Faol ijtimoiy hayot va jamiyat farovonligini oshiradi. Iqtisodiy imtiyozlar moliyaviy va iqtisodiy faoliyatda afzalliklarni yaratadi. Soliq imtiyozlarini subsidiya va kredit shaklida bo'ladi. Biznesda ham o'zini samarasini ko'rsatmasdan qolmaydi desak, bu mubolag'a bo'lmaydi. Asosiy ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar va ularning foydalanuvchilari keladigan bo'lsak, ushbu jadval xarid tizimida mavjud bo'lgan asosiy ijtimoiy-iqtisodiy imtiyoz turlari, ularning maqsadlari va kimlar tomonidan foydalanishi ko'rsatilgan. Imtiyoz turi: soliq imtiyozi, ijtimoiy yordam paketlari, ta'lim bo'yicha grant, sog'liqni saqlash imtiyozi hamda ish bilan ta'minlash dasturlariga kiradi. Xarid tizimida imtiyozlarning umumiy konsepsiyasiga keladigan bo'lsak, bular imtiyozlarning ta'rifi, xarid jarayonining ahamiyati, iqtisodiy tizimdagi roli. Xarid tizimidagi ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar bu nima degani o'zi? Ayrim shaxslar yoki guruhlarga beriladigan maxsus yengilliklar va qulayliklardir. Ular xarid jarayonlarini osonlashtirishga xizmat qiladi. Xarid jarayonlarining ahamiyati bu o'zi imtiyozlar xaridorlarning moliyaviy yukini kamaytirib, xaridni tezlashtirish va boshqarishni samaraliroq qilishga yordam beradi. Iqtisodiy tizimdagi roli: imtiyozlarni ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, ma'lum guruhlarga yordam ko'rsatish va iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirishda muhim omil hisoblanadi. Xarid tizimida imtiyozlarning turlari. Narx imtiyozlar mahsulot yoki xizmatlarning kamaytirilishi orqali xaridorlarga moddiy yengilliklar yaratadi. Soliq va bojxona chegirmalari hamda subsidiya berish, kredit va boshqa moliyaviy yordamlarga misol qilib aytishimiz mumkin. Xarid tizimidagi imtiyozlarning ta'sir statistikasiga keladigan bo'lsak, grafik xarid tizimidagi berilgan imtiyozlarning ijtimoiy samaradorligini ko'rsatadi. Ma'lumotlar shuni anglatadiki, imtiyozlar joriy yilga yetgach, xarid hajmi, xaridlar soni va iqtisodiy faollik sezilarli oshganini ko'rishimiz mumkin. Imtiyozlar xarid tizimining samaradorligiga ta'siri, ya'ni imtiyoz mavjud bo'lgan xarid tizimi, imtiyoz mavjud bo'lmagan xarid tizimini solishtirmasi. Bu nima degani? Xaridorlarga soliq imtiyozlarini taqdim etadi. Soliq imtiyozlari mavjud emas. Mahsulot narxlari pasayadi hamda narxlar barqaror yoki yuqori bo'ladi va hokazo. Xarid tizimida imtiyozlarning qo'llashning afzalliklari va kamchiliklari. Imtiyoz afzalliklari yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar. Sotib olish jarayonini soddalashtiradi. Bu afzalligi. Minusi bo'lsa, adolat bo'lmagan taqsimot ehtimoliga sabab bo'lishi mumkin. Ijtimoiy himoya kuchayishi mumkin yoki raqobatni kamaytirishi mumkin. Shunga o'xshash va hokazo. Kelgusida imtiyozlarning xarid tizimidagi o'rni. Bu xarid tizimida ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlarning kelgusidagi roli, yutuqlari, iqtisodiy siyosatning yangilanishi va ijtimoiy talablarning o'zgarishi asosida sezilarli darajada kengaytirishi kutilmoqda. Birinchidan, raqamlashtirish va avtomatlashtirish orqali imtiyozlarni yanada shaffof va tezkor tarzda taqdim etilishi. Ikkinchidan, barqaror rivojlanish va atrof muhitda do'stona yondashuvlar asosida ijtimoiy mas'uliyat oshishi hamda uchinchidan, iqtisodiy siyosatda inklyuzivlikni ta'minlash maqsadida ijtimoiy guruhlarga nisbatan qo'shimcha qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining joriy etilishiga misol bo'ladi. Imtiyozlarni boshqarishning asosiy tamoyillari: imtiyozlarni aniqlash, belgilash, shaffoflikni ta'minlash, resurslarni optimal taqsimlash, doimiy monitoring va nazorat misol qilishimiz mumkin. Imtiyozlarni boshqarish va qo'llaniladigan metodlar: avtomatlashtirilgan tizim, raqamli platformalar hamda mijozlar bilan individual yondashuvni aytishimiz mumkin bevosita. An'anaviy va zamonaviy boshqaruv usullarini taqqoslanish. An'anaviy boshqaruv usuli, zamonaviy boshqaruv usuli. Qo'lda hujjatlarni boshqarish bu an'anaviy, raqamli platforma bo'lsa, bu zamonaviy hisoblanadi. Bevosita shuni aytishimiz mumkin misol qilib. Imtiyozlarni boshqarishda samaradorlikning ko'rsatkichlari. Imtiyozlarni boshqarishdagi samaradorligi xarid hajmi, mijozning qoniqishi, vaqt tejash va moliyaviy samaradorlikni ko'rsatish orqali baholanadi. Grafikda ushbu omillar bir-biri bilan bog'liq holda ko'rinadi. Xarid hajmi oshgan sari jarayonlar optimallashadi. Mijoz qoniqishi, vaqti va tejash darajasi ortadi. Natijada moliyaviy samaradorlik ham yaxshilanadi. Bu esa boshqaruv usullarining amaliy natijadorligini aniq ko'rsatishga yordam beradi. Boshqaruv jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf qilish. Noto'g'ri ma'lumotlar, resurs yetishmovchiligi, xodimlarning malaka darajasi, kommunikatsiya muammolari, motivatsiya yetishmasligi bular
Hammasi yuzaga kelishi bo'lgan muammolar, ularni bartaraf etish bo'lsa, ma'lumotlarni tekshirish va muntazam yangilash, resurslarni optimallashtirish, doimiy treninglar, hamda aloqa kanallarini yaxshilash va aniq kommunikatsiya protokollarini joriy qilish, motivatsion dasturlarni ishlab chiqish va rag'batlantirish tizimini yaratish. Kelajakdagi imtiyozlarni boshqarish va rivojlantirish istiqbollariga bu sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili, raqamli transformatsiya kirishi mumkin. Xo'p, bunda xulosamiz, xarid tizimida ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlarning roli jamiyatdagi iqtisodiy barqarorlik va aholi turmush darajasini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu imtiyozlar yordamida kam ta'minlangan qatlamlarga moliyaviy yordam ko'rsatiladi, ish o'rinlari yaratilib, mahsulot va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlar qondiriladi. Natijada iqtisodiy tengsizlik kamayadi va umumiy rivojlanish jarayoni tezlashadi. Bu esa mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini mustahkamlaydi.